Estradamiz yulduzi Nilufar Usmonova poytaxtimizdagi Xalqlar do'stligi san'at saroyida o'zining Uchrashardik deb nomlangan yangi konsert dasturini taqdim etdi. San'atkorning sahnadagi jonli ijrosi, yangicha shou yechimlari va muxlislar bilan samimiy muloqoti kechaga o'zgacha ruh bag'ishladi. Konsert jarayonlaridan batafsil muxbirimiz xabar qiladi. Kechaning eng katta surprizi xonandaning onasi primadonna Yulduz Usmonovaning kutilmagan holda sahnaga chiqishi bo'ldi. Tomoshabinlar esa bu lahzani uzun qarsaklar va hayratli hayqiriqlar bilan kutib oldi. Bo'ldi, mani onam keldi. Bo'ldi, men tashadim, hamma yuk, men tog'im keldi, meni borim keldi. Dunyoni suv olib ketmaydimi? Menga umuman farqi yo'q, meni onam keldi. Lekin shunda ham bo'shashib, raslabitsa qilganimni bildilarda. Bo'ldi, mikrofonini oldi, konsertini davom ettiraverdi. Sahna ortida esa san'atkorlar jamoasi kun davomida tinimsiz harakatda. 4 kun ertalabdan kechgacha ishoning, uyqu bo'lmadi. Mana repetitsiya jarayonlari bo'ldi. Hamma mazza qildik. Konsert bomba bo'ldi. Nilufar xalqchil va jaydari 5 kun konsert bo'layotgan bo'lsa, 5 kun tushib zerikmadim. Qatnashib zerikmadim. Nimaga? Chunki jonli ijroda bo'lyapti. Jonli ijro, kuchli atmosfera, kutilmagan uchrashuvlar va unutilmas hissiyotlar jam bo'ldi. Ya'ni ertaga qanday bo'ladi endi kunim? Bu muxlislarsiz, bu qora ko'zlarsiz qanaqa bo'lar ekan degan bir yo'qolib qoladi-ku odam. Shunaqa narsa ham bor. Duetlar Jamshid Bobojanov, Hojiakbar Ro'zmetov, Aziz Yo'ldashev va o'zimizni yana Qorabayir yigitlar, Sardor Muhammad Ali va qizlarimiz bor. Mubina Nosirova, Nodir Rustamov, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.